Bank kartasidan xavfsiz foydalanish qoidalari. Bank kartalari tovar va xizmatlarga haq to'lash, naqd pul olish va bank hisob varag'idan foydalanish uchun qulay vositadir. Bir qator oddiy qoidalarga rioya qilish kartangizni g'araz niyatli kimsalardan himoya qilishga va uni yo'qolib qolgan taqdirda mablag'ingizni saqlab qolishga yordam beradi. Bank kartangizni boshqa shaxslarga bermang. Qarindoshlik va do'stlik munosabatlari darajasidan qat'iy nazar, bank kartasini uchinchi shaxslarga topshirish taqiqlanadi. Bu muhim qoida bank bilan tuzilgan shartnomada ko'rsatilgan. PIN kodingizni yashirin joyda saqlang va sir tuting. Hech qachon PIN kodni karta bilan birga saqlab bo'lmaydi. PIN kod qanday bo'lmasligi kerak? 4 ta bir xil raqamdan iborat bo'lishi, karta raqamlaridan tashkil topishi, tug'ilgan kun sanalariga bog'liq bo'lishi. SMS axborot xizmatini ulang. SMS xabarlar yordamida siz o'zingizning xarajatlaringizni nazorat qila olasiz. Kartangizdagi qoldiqni ko'rasiz va agar kimdir karta hisobingizdan pul yechayotgan bo'lsa, bu sizga kartangizni o'z vaqtida bloklashingizga yordam beradi. Karta raqamini sir tutish va rasmlarni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirmaslik kerak. Hech kim sizning kartangiz raqamini va amal qilish muddatini bilmasligi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan karta raqamidan g'araz niyatli kimsalar foydalanishi mumkin. Ikkita karta bittasidan yaxshiroq. Ikkita karta ochib oling. Bitta kartadan asosiysi sifatida foydalaning. Masalan, ish haqi olinadigan kartadan. Unda pulingizning katta qismini saqlang va uyda qoldiring. Ikkinchisi orqali internet, do'kon va hokazolarga to'lash uchun foydalaning. Ikkinchi kartangizga qisqa vaqt ichida sarflamoqchi bo'lgan miqdordagi mablag'ingizni o'tkazing. Katta miqdordagi mablag'larni bank depozitlarida saqlagan yaxshi. Buni banklarning mobil ilovalarida onlayn omonatlarga pul qo'yish orqali amalga oshirish juda oson. Karta yo'qolsa nima qilish kerak? Birinchi, karta qayerda va qachon oxirgi marta ishlatilganini eslang. Ikkinchi, topolmadingizmi? Tezda kartani mobil ilova orqali yoki bankka qo'ng'iroq qilib bloklang. Uchinchi, yangi karta olish uchun bankka ariza bering. Unutmang, ma'lumotlarning to'g'ri himoyasi bank kartangiz xavfsizligini ta'minlaydi.